UzAuto Motors Damas va Cobalt'ni yangilaydi. UzAuto Motors 13-oktyabr kuni Damas va Cobalt avtomobillarini yangilangan versiyasi ishlab chiqarilishini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Damasning yangi versiyasining o'lchamlari kattalashgani, yuk ko'tarish qobiliyati va sig'imning oshgani, shuningdek, haydovchi hamda yo'lovchilar qulayligining sezilarli darajada yaxshilangani bilan farqlanadi. Yangi model ayni paytdagi joriy Damas versiyasi bilan bir vaqtda ishlab chiqariladi. Cobalt'ning yangilangan versiyasida ilgari mavjud bo'lmagan 12 ta yangi opsiya bilan jihozlanishi ma'lum bo'ldi. Modernizatsiya jarayonida avtomobilning dvigateli yangilangan, ABS tizimi takomillashtirilgan, shuningdek, dvigatel va uning tizimlarini boshqaruvchi yangi blok o'rnatilgan. Chevrolet Cobalt'ning hozirda mavjud komplektatsiyalariga qo'shimcha ravishda ikkita yangi Cobalt Style MCM va Cobalt Midnight MCM versiyalari taqdim etiladi. Ularning har biri kengaytirilgan opsiyalar to'plami, zamonaviy texnologiyalar, yaxshilangan komfort va yuqori xavfsizlik darajasi bilan ajralib turadi. Bu xabarni tanishlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling.